Bilasizmi, Arofat tog'mi yoki maydon? Ha, shunday. Ko'pchilik Arofatni tog' deb o'ylaydi. Arofat bu keng maydon. Mana shu yerda ko'rib turganlarimiz barchasi Arofat vodiysi. Bu yerda faqat bir tog' bor. Bu Jabal Rahma, ya'ni rahmat tog'i. Shu sabab ko'pchilik bu yerni Arofat tog'i deb o'ylaydi. Rivoyatlarda aytilishicha, Odam alayhissalom va Havvo onamiz jannatdan tushgach, uzoq yillik ayriliqdan so'ng duo va tavbalari aynan mana shu yerda qabul bo'lib, birinchi bor shu yerda uchrashganlar. Shuningdek, rivoyatlarda keladiki, Jabroil alayhissalom Ibrohim alayhissalomga aynan mana shu yerda haj ta'limotlarini bergan va sarvari koinot Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu yerda haj amallarini bajargan va eng so'nggi buyuk xutbalardan biri vidolashuv xutbasini aynan mana shu yerda so'zlaganlar. Aynan shu yerda payg'ambarimiz duo qilib turganlarida Alloh taolo Qur'oni Karimning so'nggi oyatlaridan birini nozil qilgan va Arofat haj amalining asosiy amallaridandir. Kimki Arofatda duo qilib, uning qabul bo'lishida shubha qilsa, katta xato qilgan bo'ladi. Chunki bu yer rahmatga bulgangan, duolar javobsiz qolmaydigan Alloh taoloning muborak makonidir. Robbimiz muborak makonda, muborak vaqtda barchamizni jamlasin. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, yaqinlarga ulashni unutmang. Assalomu alaykum.